Diqqat, endi 301 kishidan iborat bo'lgan to'yni ham qila olmaysiz. Chunki hukumat qarori bilan to'ylar va turli marosimlarga cheklov o'rnatildi. Endi kuyov navkari, chorlar, sepyoydi, ota ko'rdi, motam marosimlarida esa 7, 40, yiloshi kabi marosimlarni o'tkazish mutlaqo taqiqlanadi. To'y va oilaviy marosimlarda esa muayyan cheklovlar amal qiladi. Jumladan oilaviy tadbirlar 200 kishigacha, osh marosimi 250 kishigacha, qo'shaloq to'ylar 250 nafargacha va qo'shaloq osh to'ylari 300 nafargacha bo'lgan kishilar bilan o'tkazilishi belgilandi. Agar siz to'yga 301 yoki 302 bo'lib kiradigan bo'lsangiz, bu to'y egasining jarima to'lashiga sabab bo'ladi. Buni yaqin orada to'y qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.